Assalomu alaykum avvalambor. Hoji akam sizni akangiz ekan. Xo'jaoboddan ekan. Xo'jaobod bozorida arava itaradi dedi, rostmi shu? Xo'jaobod bozorida arava itarasizmi? Yüzüngizni purvarmang, boyvachalik qilvormang. Alloh umringizni bersin. 56-yil, hozir ham ishlaydi. Ketmasmiz. Shu men eshitdim, menga Xo'jaobodda telefon qildi-da. Biz g'amda sizroq. Shu Hoji akam men bilan birga ko'rishibdi-da, mehmondorchilikka borgan. Shu Hoji akam bir xalqqa ibrat qilib bir video qilib bering deb taklif qildi. Shu arava kashlidan to'plagan puli bilan umraga ketdi, rostmi? Shundaymi? Allohim ajringizni bersin. Mana shunday qilib bozorlarda shu yoshda mana ulug' yoshlarga yetibsiz. Odam yig'laydigan holat o'zi aslida mana shunday qilib bir umralar kelibsiz, maqbul, mabrur qilsin. O'zim men hali mehmondorchilikka ziyufga olib borganimda ko'rishib qolibdi siz bilan. Keyin menga telefon qilishdi-da, bu Xo'jaobodliklar. Shu Hoji akamizni To'xtasinboy aka ekan, mana ismi. Bir ibrat qilib insonlarga mana shunday yoshlarda bozorlarda arava itarib, pul to'plab umraga ketdi deydi. Allohim ajringizni bersin. Alloh jannatlarda jamlasin bizni, sahobalar bilan jamlasin inshaalloh. Havas qildik inshaalloh insonlarga bu narsalar, bu qilgan ishlaringiz ibrat bo'ladi. Pochka dollari bor, seyfida turgan boylar ham kela olmayapti. Mana shunday insonlarga inshaalloh ibrat bo'ladi. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ha. Kampirni ham olib kelgan. Yo'q, Hoji ham shu yerda. O'zi olib kelganmi Hoji ham? Voy, mashallah, mana ayolini ham Hoji ham olib keldi. Hoji hamga ham rahmat. Siz bilan mana bir umr yashab nechta farzand ko'rishdi? Bitta, ikkita nevarasi bor. Bir qizi, ikkita nevarasi, bir qiz bor. Alloh umringizni bersin. Inshaalloh jannatlarda jamlasin hali. Alloh subhanahu taolo sahobalarda huzurida, payg'ambarlarda huzurida, suhbatlarida bo'lishlik hammamizga mana shunday masjidga kelib aka-uka bo'ldik. Assalomu alaykum avvalambor. Hoji akam sizni akangiz ekan. Xo'jaoboddan ekan. Xo'jaobod bozorida arava itaradi dedi, rostmi shu? Xo'jaobod bozorida arava itarasizmi? Ismi nima? To'xtasinboy aka. Nechaga keldi? Alloh umringizni bersin. 56-yil, 70. Hozir ham ishlaydi. Shu men eshitdim, menga Xo'jaobodliklar telefon qildi-da. Shu Hoji akam men bilan birga ko'rishibdi-da, mehmondorchilikka borganda. Shu Hoji akam bir xalqqa, bir odamlarga ibrat qilib bir video qilib bering deb taklif qilishdi. Shu arava kashlidan to'plagan puli bilan umraga ketdi, rostmi? Shundaymi? Allohim ajringizni bersin. Mana shunday qilib bozorlarda shu yoshda mana ulug' yoshlarga yetibsiz.